Hozir siz bilan tanlov qilamiz. Hayotimizdagi juda ham ko'p narsalar tanlovlarimizga ko'ra bizani hayotimizga kirib keladi va agar tanlov qilinmagan bo'lsa, ongli ravishda, qachonlardir ongsiz ravishda yo'q, men unaqa qilmayman degan paytingizda ham hayotingizga o'sha siz yoqtirmagan holat kirib kelishi mumkin. Chunki borliqda negativ narsa yo'q. Ya'ni har doim qilmayman deganingizda ham qilaman degan narsani beradi. Chunki nimani his qilsak, o'sha narsa ko'payadi. Nimaga diqqat bersak, shunga o'sha narsa hayotimizga kirib keladi-da. Shuning uchun hozir siz bilan tanlov qilishni o'rganamiz. Hozir agar hayotingiz qiyin bo'lsa, pul kirib kelmayotgan bo'lsa hayotingizga, doimiy ravishda qiynalib yashayotgan bo'lsangiz, o'sha qiyinchiliklar orqali rivojlanishni bekor qilamiz. Qaytaring meni orqamdan. Men bugundan boshlab qiyinchilik ssenariylarini bekor qilaman va tanlayman oson va yengil rivojlanish ssenariylarini. Hayotimga bemalol pul kirib kelishi ssenariylarini. Hayotimga bemalol pul kirib kelsa ham, hech kim meni qiynamasa ham, men yaxshi bo'lib qolaverishni tanlayman. Meni yaxshi bo'lishim uchun qiynalishim, kimdir meni qiynashi, hayotim pulsiz o'tishi shart emas. Men ruxsat beraman hayotimga yaxshi narsalar, ezgu narsalar, pullar, yaxshiliklar, yaxshi insonlar, yaxshi holatlar, yaxshi ssenariylar, baxt ssenariylari, boylik ssenariylariga ko'ra hayot va vaziyatlar kirib kelishiga. Bu meni tanlovim. Ruxsat beraman bunga, men shuni tanladim. Xuddi shu aytgan narsamni qiyinchilik ssenariylarini bekor qilaman so'zidan boshlab daftarga yozib olasizda, har kuni 20-30 martalab qaytarasiz. O'zingizga o'zingiz aytasiz, men rivojlanishim uchun men qiynalishim shart emas, yoki men yaxshi bo'lishim uchun boshqalar menga yomonlik qilishi shart emas. Boshqalar yaxshi bo'lgan holatda ham men yaxshi bo'laveray. Xuddi mana shu tanlovni qilganingizdan keyin 3-4 kun ichida agar doim qaytarib o'sha narsani his qilib yursangiz, hayotingizda juda ham chiroyli o'zgarishlar sodir bo'la boshlaydi. Chunki siz ongli ravishda tanlov qildingiz va borliq tanlovingizga ko'ra harakatlanishni boshlaydi. Hammangizga omad, baxt, oson va yengil baxtli hayot tilayman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.